Bismillahirrahmanirrahim. Bizning bugun so'zlaydiganimiz ma'lum nuqtadan aytgan vaqtda insonlarning hidoyat yoki zalolatini ichki jihatini belgilaydigan muhim bir xislat. U bo'lsa nima desa, shukr aytishni bilish yoki minnatdorlik yoki tashakkur aytish. Hamda shukr kalimasi arabchaga shakara degan so'z. Ya'ni birovdan ko'rgan yaxshilikka nisbatan o yaxshilikni ichida e'tirof qilib va qabul qilib, uningga o'zining minnatdorligini bildirish degan ma'noda. Hamda buning diniy atalg'udiki, ya'ni bizning diniy til iste'molimizdagi ma'nosi Allohdan va insonlardan kelgan yaxshiliklarga nisbatan tashakkur aytish, shu yaxshilikni tunish va bu yaxshiliklarni eslash degan ma'noda. Mana Qur'oni Karimda shukr va shukrga munosabatlik va bu yiltizdan turlangan 70 dan ortiq kalima bor. Biz umum oyatlarga qarab bakadigan bo'lsak, uning mutlaq ko'pida bu shukr kalimasi ishlatilgan oyatlarda Alloh taolaning bizga bergan moddiy va ma'naviy ne'matlarini bizga eslatib turib, masalan, men sizlarni shunda yaratmaganmi? Sizlarga mundaq ne'mat bermaganmi? Sizlarga ko'z, quloqlarni ato qilmadimmi? Deganga o'xshash bizga bergan moddiy ne'matlarini eslatib oxirida la'allakum tashkurun deydi. Ya'ni sizlarni shukr qilsin deb, sizlarni menga tashakkur etsin, mening ne'matlarimni tunusin. Ve bu nimetlerimden faydalanganlıkın için bu bana nispeten, yani Allah özüge nispeten bir minnettarlık duygusu da olsun deyip bunu sözleyavatıdı. Emniyet oylap bakıdığan bolsak, eğer biz Allah'ın yaratkanını biliş bilenle kalmasın, belki Allah'ın bizge bergen maddi nimetlerini hakiki tunup yetmesek, o vakitte bu Allah'ın nimetlerine nispeten bir teşekkür etiş olmaydı. Minnettarlık olmaydı. Bu minnettarlık olmaydı, teşekkür etiş olmaydı geldik. Onun ornuğa nima bo'ldi? Yani tuzkorlik bo'ldi. Yani yaxshilikni ko'rib turib, yaxshilikni xuddi ko'rmagandek muomala qilish. Yaxshilik qilg'uchiga nisbatan bir xil ko'z yumib verish, quloq yupib verish pozitsiyasida bo'lish amaliyotda zalolatning boshlanishi. Shu Allah har qatim mush oyatlarni degan vaqtda kufr kalimasini nurg'un oyatlarda birga ishlatgan. Shukrning bizning diniy istilohimizdagi ta'turi, ya'ni qarama-qarshi so'zi kufrdan iborat. Kufr dal yo'gash, inkar qilish, yo'q chiqarish degan ma'noda. Masalan, Qur'oni Karimda bu kufr kalimasi birisi kafir bo'lish degan ma'noda keldi desak-mu, buning eng boshda ifodalaydigan ma'nosi Allohning bergan ne'matlarini ko'rmasga soldi. Uningga quloq yopurdi. Allohning ne'matlariga quloq yopurganligi va ko'rmasga solganligi uchun bu qanday bo'ldi? Zalolatga mangdi. Ya'ni hidoyatdan yiroqlab ketdi. Shu Allah Qur'oni Karimda baya men deganimga o'xshash, masalan, sizlarni shukr qilsin deb sizlarni afu qildik. Allah sizlarni onalarning qornidan hech narsa bilmaydigan holinglarda chiqadi. Yana sizlarga shukr qilsin deb, yana Allah menga tashakkur etsin deb sizlarga quloq, ko'z, yuraklarni ato qildi. Yana o'xshashli sizlarni shukr qilsin deb, kechida orom olsin, kunduzi harakat qilsin deb sizlar uchun kecha va kunduzni yaratib berdi. Yana o'xshashli sizlarni shukr qilsin deb Allah Badr g'azotida musulmonlarni zafarga erishtirganligini so'zlayapti. Aynı vakitte sizler aciz idinlar. Mekke'de az idinlar, buzak kılıngan idinlar. Kişilerin, yani müşriklerin talan taraj kılışından korkattınlar. Şükür kılışınlar için, yani Allah sizlerin şükür kılışınlar için sizlerini Medine'de yerleştirdi. Bedir uruşuda öz yardım bilen sizlerini güçlendirdi. Sizlerge halal neselerini, yani ganimetlerini rızık kılıp verdi. Yani la, ben bunda yaxşılıklarını kıldım. Bir teşekkür etişinler için kılıvatım edip Allah bunu kayıtta bizim sevmemizgi selavatla. Bunda da nima uchun bu teşekkür kelimesi yoki Allohning bizdan teşekkür etishi shuncha ko'p nurg'un oyatlarda keladi. Menimcha buning javobini Qur'oni Karimda bor. Allah Qur'onda bir oyatni nozil qilgan, insonning tabiatining qandoqligi haqida Sura Adiyatda bir oyat bor. Bu inson tabiati haqida kelgan muhim oyatlardan biri. Qur'oni Karimda Allah bir qancha yerda, masalan, xuliqal insonu da'ifan. Buning tafsirida olimlar insonlar o'z nafsiga xiloflik qilishga, ya'ni o'z nafsiga bo'ysunmaslikqa ait ojiz yaratildi. Yana bir oyatda deydi, insonlarga ait aldiraqsan yaratildi. Ya'ni aldirab qoladi bir ishga. Natijasini ko'rishga aldirab qoladi. Endi bu oyatda Sura Adiyatdagi bu oyatda inson haqiqatan o'zining Rabbiga, ya'ni lakanud deydi. Buning ma'nosi nima? Tuzkorlik qilguchidir. Demak, insonning tabiati, ya'ni Allohning yaratgan bir tabiatining ichida her daim Allah bergen muşi nimetlerini unutup kılış, körep durup unutup kılış, körep durup zihninden keçip kılış boğallık için Allah'ın nurgun ayetlerde bizge közümüzge kürnep doğan
Biz her gün istimal qilib turgan, biz ishlatib turgan quloqlarimiz, ko'zlarimizni tilga ilish orqali sizlar shukr qilinglar degan narsani deyotdi. Shu Alloh yana boshqa oyatda nima deydi? Ular yana bu bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Yani Allah ayblab turib deydi yana. Yani mushunda turug'liq insonlar bu ne'matlarga shukr qilmamdi. Ey Muhammad, aytqinki Allah sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni yaratdi, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar haqiqatan qalilan ma tashkurun. Yani haqiqatan az shukr etsizlar. Haqiqatan az tashakkur etsizlar deyapti. Demak, bizning tabiatimizning bir tarafidan tashakkurdan yoki minnatdorlikdan yiroq ekanligi. Mana bu sebepten Allah yine nurg'un oyatlarda bizni har doim ne'matlarni tunishga va bu uchun Allohga tashakkur etishga nurg'un oyatlarda targ'ib qilganligidan bizni aytib zich bir bog'lanishni ko'ra olamiz. Bu yana o'xshashli nimaga qaytadi? O'z nafsimiz bilan jang qilishga, o'z nafsimiz ustidan g'olib kelishga. Ne'matlarni iste'mol qilib turib, foydalanib turib, unutib ketmasdan her vaqt ne'matlarning egisi bo'lgan Rabbimizga dilimiz, tilimiz ve hareketimizde minnettarlık bildirishga Allah devatdı. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinde ne deydi? Bendigi rahmet etmek Allah, yani bendigi teşekkür etmek Allah, Allah'ıma teşekkür etmeydi. Yani o hadisten yine ahirde Allah'ıma teşekkür etmek Allah, bendelerime teşekkür etmeydi o deydi. Yani Peygamberimiz bu hadisinde teşekkür etişinin insan bilen Allah oturusu da, şundakla insan bilen insan oturusu da bulurgan. Ve bu teşekkürün birisi bilen bir sebep neticalik münasebetlik ilgi ekanligini gösterdi. Yani bir taraftan insandan yaxşılık görüp durup rahmet deyişini bilmeyenler Allah'ım rahmet deyişini bilmeydi. Şundakla Allah'ım rahmet etişini okumaganlar insan Allah'ım rahmet etişini okumaydı o dep bu iki rahmetini birisiga nait zich bağladı. Hem de biz Uygur istimalımızda yani Uygur tili istimalımızda şükürün ma'nisini nait tar dairəyə taraytqan ve hatta bir selbi ma'niga ekip koygan. Şunlarga keyingi vaqtlarda qanoat qilish, shukr qilish tilga ilinsa, ba'zi kishilar buni qarshi chiqadigan. Biz shukr qilishni, xuddi men oldin qatim deganiga o'xshash, sabr qilish, shukr qilishlarni mavjud nachar holatni qabul qilish. Mayli ne'mat bor bo'lsin yoki yo'q bo'lsin, bu shukr qilishni bir xil passivlikning bir belgisi sifatida qabul qilgan va shunda ishlatgan. Hamda shunda shukr qildi, hamda degan bilan, hatta bu shukr qilishni Allah'a teşekkür etiş ma'nisi demez. Keyin aşı tacavuzcu hakimiyetki, bizga zulmga selavatgan hakimiyetlarning qilib aslı uşaq yaxshilıqlari. Yani tedbir, siyaset süptide qilgan ba'zi ishlarga hamda shukr deyli balam burun munda de halimiz. Hozir munda bulab ketdi. Biz kichik vaqtda yeydigan unmi topolmaydik, go'sht topolmaydik. Hozir tehi hamda qazınımız yog' ko'ydi deyish orqali bu teşekkürni yana Allohga etish emas, balki shu amaliyotda bizdan nurg'un Allah bergen nimetlerini tatib olgan hakimiyetga etishga ishiltitgan darajaga qadar g'ofillashgan bizning ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz. Amaliyotda bu shukrning ma'nosini to'g'ri tushunish emas, balki uni burmilash. Shukrni bir apyun o'rinda xalqni kallasini qaydiradigan, ularni texmi bexutlashtiradigan apyun o'rinda ishlatgan. Amaliyotda shukrning ma'nosi Allohning ne'matlaridan siz qancha ko'p pul teping, kuchlanib keting, hech bir zaman Allah'a teşekkür etişini unutup kalmang. Çokum bunu Allah'tan kelgenligi esingizde bolsun. Hiçbir zaman Allah'a tuzkorluk qilmang. Bularning hammasini men iqtidorim ve kuchim bilan topdim demang. Allah'tan kelgenligini hiçbir minut daqiqa unutup kalmang demakchi. Shukrning asli ma'nosi bu. Hergizmi shukr deganimiz holatimiz mayli mahkum holatda bo'layli, mayli mazlum, mayli namratnat echinish holatda bo'layli, shu holatimizni o'zgartmaslik, o'zgartish uchun kurash qilmaslik. Eğer özgertili, texmi yaxshisini istayli desek, yaxsiz unda qilmang, siz shukr qiling shu holingizga deyish amaliyotda islomdagi shukrning ma'nosini burmalash, uni dafsanda qilishdan boshqa narsa emas. Hamda minnatdorlik nimishqa muhim? Birinchisi minnatdorlik bir mo'minning yoki bir insonning hidoyati va zalolatini belgilaydigan nihoyat muhim bir ichki fazilatlarning biri. Bayon deganimga o'xshash minnettarlık yani şükür kelimesi kufrning aksi. Kufr kafirlik degan gap. Yani Allah'ning ne'matlariga tenish, uni yo'q chiqarish, uni hech nima hisoblash kafirlikning boshlanishi. Chunki bir inson Allah bergan ne'matlarni bu Allohdan kelmagan, nima bo'pti bularga degan vaqtda u kafir aylangan bo'ldi. Ya'ni ne'matlarni yo'q chiqargan vaqtda. Shu ma'vo oyatda hatta kufrni yo'gash ma'nosida nihoyat uchuq ishlatgan. Bani İsrail'nin işidiki bir Asif İbni Berhiya deb bireylem ba.
kitobni cho'nqur biladigan zot deb ta'riflandi Qur'oni Karimda. U bunda deydi. Uni, ya'ni taxtni ko'zingni yumib ochguncha men sening qishingga ekilaman dedi. Sulaymon taxtning qishib turganini ko'rgan vaqtda u Parvardigorimning bu menga bergan bir ihsonidir. Endi uningga shukr qilamdim yoki tuzkorlik qilamdim. Allah buning bilan meni sinidi. Kimki shukr qiladigan u o'zining foydasi uchun shukr qilgan bo'ldi. Kimki tuzkorlik qiladigan Allah haqiqatan uning shukr qilishidan bihojatdir. Yani insonning tashakkur etishidan bihojatdir dedi. Va bu oyatning arabchasida shunda deydi. Yani Sulaymon alayhisalom aytdi. Bu Rabbimning fazlidandir. Meni sinovatidi. Nima ish qilishim uchun sinovatidi? Tashakkur aytam dema yoki am akfuru. Ya'ni tuzkorlik qilgan bo'lam dema. Ya'ni tuzkorlik qilam dema yoki Allohga tashakkur aytam dema. Buni sinamoqchi deyotdi. Bu yerda hidoyat yoki zalolat. Allohga tashakkur aytish yoki aytmaslik bilan ayriladi. Agar bir inson hayotida Allah meni yaratibdi, mushu barliq ne'matlarni menga beribdi deb mushu tashakkur hissiyoti qalbida bo'lgan vaqtda andan keyin Allohga bog'lanish, Allohga ibodat qilish, Allohning buyruqlariga amal qilish, uni o'zining hayot mezoniga aylantirish andan keyin boshlanadi. Allohning ne'matlariga tashakkur etishni bilmaydigan, uni yo'qqa chiqargan bir odamdan Allohga itoat qilish va Allohga ibodat qilishni umid qilish haqiqatan mumkin ish emas. Chunki eng avval ey Allah men haqiqatan bu narsalarni menga berganligingni ichimdan e'tirof qilaman desa bir odam. Bu odam Allohga ibodat qilolmay qolsa va bizga qilgan amirlarni yerga keltirolmay qolsa hech bo'lmasa qalbi azoblanadi. Eng aqallisi dunyoda ma'lum bir odamdan yaxshilik ko'rgandan keyin shu odamga rahmat deyanmagan odamning qalbi bir rahatsiz bo'lganga o'xshash. Masalan bizmi ota-onamizni qanday vaqt ko'rganimiz yerim bo'ldi? Biz ota-onamizdan ayrilgandan keyin shuncha uzun vaqt sarf qilib meni boqdi, bütün ajrini menga sarf qildi. Menga qilganlarini men uchun sarf qilganlarini sanab bo'lolmayman. Halbuki bugungi kun kelganda shu ota-onamning menga qilgan yaxshiliklarini qaytarishga fursatım bo'lmadi deb ichimiz qanaydi. Mana bu shunday bolalarni biz nima deymiz? Vafodor bola deymiz. Endi buni mi o'ylamagan? Ota-onasining o'ziga qilgan yaxshiliklarini unutib ketgan kishilarni biz nima deymiz? Balki dunyodagi eng vafosiz, eng rezil insonlarni biz balkim del o'zi ko'rgan yaxshilikka nisbatan yaxshilik qaytarish u yoqda tursin, unutib ketgan kishilarni biz insonlik qilipidan chiqqan insonlar deb ataymiz. Va shunda qaraymiz. Mesela bir bola ota-onasining shu yaxshiliklarini butunlay unutib ketsa va unga nisbatan hech qanday hissiyotsiz, tuyg'usiz muomala qilsa, bu chaqda biz bu odamdan, bu xil kishilardan va dunyoda boshqa odamlarga bir yaxshilikni kutishimiz aqlga uyg'unmi? O kishilardan, yani ota-onasiga yaxshilikka kelgan shu yaxshilikka javob qaytarishni bilmagan shu kishilardan millatiga, xalqiga, o'zining do'stlariga yaxshilik qaytarishini kutish mumkinmi? Haqiqatan aqlga uyg'un emas. Shu Allah bu oyatda, hozir men degan bu minnatdorlikning hidoyat bilan aytib zich munosabatli ekanligini bunday so'zlaydi. Inson onasining qo'rsog'ida bir muddatni o'tkazdi. U tilga elinadigan bir narsa emas edi. Şüphesizki biz insanı aralaşma bir sudun yarattık. Onu biz sınayımız. Şunun için onu biz anlaydıgan, körüdügan kıp yarattık. Şüphesizki yani biz onunla peygamber evetiş bilen yaxşı yaman yolunu görsettik. Hem de üstüde Allah nemelerini sanap öttü. Bir taraftan maddi nimetlerini sanadı. Yani anasının korsukunu bunda yarattık. Biz onun ait erzimez bir aralaşma menidin yarattık. Onundan ki bizning bedenimizga diqqatimizni tortib atdi. Uningga ko'radigan ko'z va quloq yaratdik. Endi bu moddiy ne'matlar bilan kifoyalanib qolmasdan, endi biz buningga ma dunyoda xato yo'lda menib qolmasin, baxtsiz bo'lib qolmasin deb payg'ambar avatdik va to'g'ri va xatoni ko'rsatdik. Endi mushunda bir ishga nisbatan bir inson qanday muomala qildi? Imma shakiran va imma kafura. Endi ya tashakkur aytib to'g'ri yo'lda mangadi, yoki tuzkorlik qilib zalolat yo'lida mangadi. Ya'ni yuqorqi shu ne'matlarga nisbatan insonning ikki xil pozitsiyasini ro'shan o'tirib qo'yatdi. Shu moddiy ne'matlarga nisbatanmi, islomdan iborat ma'naviy ne'matga nisbatanmi, ya u kufrlik qiladi. Ya'ni uni unutib ketadi, ko'rmasga soladi, uni inkor qiladi. Yoki tashakkur aytib to'g'ri yo'lda mangadi. Shu inna hadaynahu sabila imma shakiran va imma kafura. Yani biz onunla
to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Endi bu to'g'ri yo'lga nisbatan u ya to'g'ri yo'lga mangadi, nima bilan mangadi, bu yerdagi holatni bildirdi bu. Tashakkur aytish bilan to'g'ri yo'lga mangadi yoki kufrlik qilish bilan, tuzkorlik qilish bilan zalolatga mangadi. Endi ikkinchi foydasi. Tashakkurning minnatdorlikning ikkinchi muhim foydasi. Tuvandagi oyatda aniq ko'rsatilganiga o'xshash, minnatdorlik Allohning bizga bergan ne'matlarining texmi ko'payishini, texmi ziyodalashishini keltiradi. O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufroniy ne'mat qilsanglar, ya'ni ne'matimga nisbatan deyli, tuzkorlik qilsanglar, ya'ni nonkorlik qilsanglar, mening azobim haqiqatan qattiq bo'ldi dedi. Ya'ni bu yerda la in shakartum, ya'ni sizlar rahmat desanglar, sizlar tashakkur etsanglar, la azidannakum. Buni texmi ziyoda qilib beraman. Biz buni moddiy nuqtadan qo'yib ro'shan tushuna olamiz. Masalan, bir pul topgan biraylar yoki Alloh boylik bergan biraylar har vaqt shu boyliqlarni yaxshi yo'lga ishiltish orqali amaliy tashakkur etsa ve o boyliqining Allohdan kelganligini unutib qolmay har doim tashakkur etish bilan bo'lsa, Allohga shukr qilishdan tili to'xtab qolmasa, dili unutib qolmasa, Allah cho'qim o kishilarning boyliqini yana asli qatlab beradi. Ammo ijtimoiy hayotda ko'zili ko'gil olmaydigan ma'naviy barakatlar bor. Agar biz insonlar o'tirisida tashakkur etishni, minnatdorlikni umumlashtirsak, tasavvur qilib boqaylik, bu yaxshilikning insonlar o'tirisida texmi ko'payishini, barakatning texmi umumlashishini keltirib chiqardi. Masalan, men bir odamga yaxshilik qildim. O odam menga qayta o'zining nihoyatda xushal bo'lganligini tashakkur bilan, til bilan ochiq ifodalasa, men qanday hissiyat kelaman? Men nihoyat xush bo'laman. Mening qalbimda tasvirligisiz bir memnuniyat, bir xil rozimanlik paydo bo'ldi. Mening qalbimdagi bu xushallik va rozimanlik tuyg'usi bu yaxshilikni yana davomlashtirib qilishimga turtki bo'ldi. Agar biz boshqalarga yaxshilik qildik, ammo boshqalardan hech bir zaman loyiqida bir tashakkurni, loyiqida bir rahmatni ko'rmagan vaqtimizda biz inson ojiz. Asta-asta bizning yaxshilik qilishimiz ozlab qoldi. Yana mayada kamayib ketdi. Shunlashqa mayadagi shukr qilsanglar ziyodalashtirib berma. Tashakkur etsanglar buni ko'paytirib berma degan gap menimcha moddiy narsalar qaratilmaydi. Ijtimoiy hayotdagi go'zalliklar, yaxshiliklar bizning o'zaro aramizda minnatdorlik va tashakkurni umumlashtirish bilan texmi go'zallashadi, texmi ko'payadi. Eng aqallisi deyli. Mesela bir o'qituvchiga, ota-onalari rahmat muallim bolalarimizga singdirgan ajringiz uchun degan gapni pat-pat deb tursa ve bunu ifodalab tursa, bu muallimlarning xizmatini texmi zo'q-sho'q bilan ichidan chiqarib hayojonlan qilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni bu yerda yaxshilik ziyoda bo'ladi, ko'payadi. Agar ota-onalardan hech qanday unday imkos kelmasa, gerçi unday imkos qaytarish uning vazifasi bo'lmasa-mu, ammo minnatdorlik bir mo'minning vazifasi degan nuqtadan minnatdorlikni unutib qolmasa, o vaqtda qanday bo'ldi bayon degandek, uning foydasini bolalari ko'radi. Ya'ni yaxshilik sinfdimi ko'paydi, jamiyatdimi ko'paydi, qo'shnilar orasidami ko'paydi. Agar qilingan yaxshiliklar hech qanday tashakkursiz, minnatdorliksiz javobga uchrab qolgan vaqtda haqiqatan insonlar orasidagi yaxshilik asta-asta kamayib ketishga boshlaydi. Chunki hech bir inson farishta emas. Hech bir inson hech qanday bir tashakkurlikni ko'rmasa-mu, her daim texmi ko'p yaxshilik ish qila oladigan darajada farishtadek yaratilgan emas. Endi uchinchisi, insonlar o'tirisidagi munosabatning eng yaxshilig'uchi, eng kuchaytuvchi muhim omillarining biri o'sha tashakkur. Yuqorida deganimga o'xshash, insonlar o'tirisida o'sha tashakkur etish, rahmat etish, birisi-birisining yaxshiligini e'tirof qilish, ko'rish umumlashgan vaqtda bu munosabatlar texmi chingiydi, texmi kuchaydi. Biz bunu real turmuşimizdan nihoyat ro'shan ko'ra olamiz. İnsan her daim bunda o'ylab qoladi. Allah Qur'onda deganiga o'xshash, o'z Rabbiga noshukr, o'z Rabbiga nonkor bo'lmasdan, ba'zi insonlar atrofidagi o'ziga yaxshilik qilib turgan kishilarga o'zkorlik qiladi. Masalan, bir ayoliga bir ömür yaxshilik ko'rgan bo'lsin, bir qatim rahmat demasligi mumkin. Chunki inson qanday o'ylaydi, o'zi ko'rgan yaxshilikni men haqliq, men mushu yaxshilikni ko'rishga haqliq. Nima bo'pti u menga qilsa, buni qilish uning vazifasi deb o'ylab qoladi. Bizning noshukirlikka borgan aramizda tashakkurni umumlashtirishni to'sib qo'yadigan eng xato tushunchaning birisi shu. Biz o'zimizni men haqliq deb o'ylab olamiz. Ammo hech bir inson dunyoda hech bir insonga qarz emas. Hatto ayol bo'lgan taqdirdami, birisi-birisining ko'rgan yaxshilikqa tashakkur etishi orasidagi u yaxshilikning texnik ko'payishini keltirib chiqardi.
Bir erning ayoli etken tamakni ait o'xshabdi, sizlarga rahmat deyishi ayolining davomli tamakni texmi o'xshishini keltirib chiqardi va uningdan boshqa munosabatni texmi yaxshilaydi. O'xshashla ayolning erga rahmat deyishi va adam ait jafo tortib ketdinglar, sizlarga rahmat deyishi erga nisbatan ait bir ruhiy uzuq bo'ladi. Uningga nisbatan bir rag'bat bo'ladi. Agar insonlar o'tirisidagi munosabatda, mayli er ayol o'tirisida, do'stlar o'tirisida, qo'lim qo'shnilar o'tirisida mushu teşekkür etish, minnatdorlikni bildirishlar aziyib ketgan vaqtda asta hamma tarafda birisi-birisiga nisbatan hozircha tilga olmagan, hozircha portlatmagan bir qo'saq ko'pik paydo bo'ldi. Ammo shunda bir ziddiyat, shunda bir piltiga o't yiqilgan aman her ikki taraf portlab ketadi. Shu portlagan vaqtda tilga oladigan eng ko'p tilga oladigan narsa nima? Mendan ko'rgan yaxshilikni hech bir zaman tilga olmaysan. Ammo mendan ko'rgan bir yomonlik bo'lib qolsa, mushuni deyishni herkes unutib qolmaysa deb jidal boshlanib ketadi. Chunki rahmat degan so'z nəhayət az anlaganligi uchun bir qatim aytilgan vaysash yoki qaqshash hamma tarafning titan tomirga tegadi. Agar tashakkur nəhayət ko'p umumlashgan bo'lsa, oxil tanqidlar yoki oxil vaysashlar bir qatim yoki ikki qatim chiqib qolgan taqdirdami, faqat rahmat aytilmagan vaqtga qaraganda uning zarbisi yengil bo'ldi. Dostlar arasında mı şundak? Biz nəhayət yakın dost. Mesela bir dostumga cık yaxşılık kıldım deyli. Mesela bir qatim qarz verdim deyli. Yani bir qatim 5 gün çıkanda, yani bir qatim yardım kıldım. Bu nəhayət köp oldu. Başta rahmet demese hiç kısı yok. O bunu ağıyla boğan ki kılımen de deb oylaymiz. İkinci qatim mı demedi? Üçüncü qatim mı demedi? Ama küllerinin biri de ma'lum bir eylen bu ağıynımızın gipini qıp keledi bizim yanımızga. Adaş palanı mundarakken cuma. Ben bunday bir yaxşılık qilgandim, gap maqimmidi desa, bu derhal bizning qalbimizga kumilab qolgan heliqi hissiyotlarni derhal ko'chilaydi, uyg'otadi. He, rost. Mana shunday qilgan bu adash deymiz. Mana shunday qilgan bu adash degan vaqtda bizning qalbimizda bu do'stimizning o'rni bir necha qat tuvallab ketgan bo'ldi. Demak, bu xil eng aqlli bir axloq amaliyotda bizning bir musulmonlar jamoatini, jamiyatini birisi-biriga zich bağlab tutup turadigan nəhayət muhim bir narsa. Hatta en kichik yaxshilikqa qadar rahmat aytish vazifamiz var. En kichik yaxshilik qadar. Hatta balimiz bizga yaxshilik qilsa-mı rahmat deyish vazifamiz var. Bala mo'minning qilishga tegishlik demasligimiz kerak. Rahmat deb balini xushal qilishni bilishimiz lozim. Shu payg'ambarimiz yana bir hadisda deydi, ozg'i rahmat aytmaganlar cho'nqur rahmat aytmaydi dedi. Bu nəhayət cho'nqur ma'noga ega desma. Yani az narsaga rahmat demaganlar aqallisi bir qacha tamoq bo'lishi mumkin. Hatta birisi biz ko'nglimiz yerin vaqtda bir telefon qilib bizga tasalli qilgan bo'lishi mumkin. Yolg'iz vaqtlarimizda bizga birdan hamroh bo'lib, bu yolg'izligimizni yengillatgan bo'lishi mumkin. Biz bilan birdan o'tmish haqida paranglashib, vatan sig'inishimizni ozroq bosgan bo'lishi mumkin. Mana shu ushaq ishlarning hammasi haqiqatan bizning rahmat aytishimizga, minnatdorligimizni ifodalashimizga arzimamda, arziydi. Biz bu xil ishlarni xuddi rahmat aytishga tegishlik emasdek his qilamiz. Aramızda rahmet kültürü, rahmet adeti yo'qolib ketaylik. Mesela bir vaqtda men tula jiq misal aldım. Vatanda bir video ishlendi. Bu haqiqiy video. Lekin balla derhal telefonda anasiga telefon elib, anasini kameraga oldi. Telefon elib, ana men seni bek sevindim, sana rahmat degan vaqtda ana aytdi. Bir xil biyaron bo'lib ketdi. Ani bir xil qabul qilinmay hayron qoldi ananga. Bajab tuyuqsiz telefon qilib bana rahmat dedi. Yani o rahmet etiş o kadar az ki arada rahmet deyilgen vakitte nimish qilishini bilinmay qoldigan, o'ng'aysizlanib qoldigan holatga qadar taraqqiy qilgan. Shunlashqa oilada, do'stlar orasida, atrofimizda o'sha tashakkur, minnatdorlikni umumlashtirish nihoyatda muhim bir axloqlarning biri. Bo'libmi, qo'shimcha bir narsani qisdiray. Bu asli ayrim cho'ng bir tema. Oilada bolalarimizga o'sha minnatdorlikni o'g'itish, kichkidan boshlab ko'rgan har bir yaxshilikqa nisbatan rahmat deyishni bilish ve amaliy hareketi bilan uni qaytirishni o'rgatish bolalarimizni yaxshi odam qilishda, uchquni desak. Keyincha baldurroq hidoyat yo'liga mengishida nihoyat muhim bir psixik tayyorlik va asos. Chunki yaxshilikni his qilolmaydigan, yaxshilikqa rahmat deyishni bilmaydigan bir odam har doim hidoyat yo'lidanmi nari turadi. Keyin boshqalardan ko'rgan yaxshilikni yo'q hisoblaydigan, hatto yaxshilikni ko'rgan sari qaqshaydigan. Yaxshilikni ko'rgan sari u texnik yaxshilik qilsa bo'ldi. Masalan, birisi anaga, masalan deyli, 1000 lira bilan yaxshilik qilgan bo'lsa,
Oran 1000 lira bilan o'qish pulusi berib turma bizga. U degan aytib boy odam nima ish qilib bizga 2000 lira bermaydi deydigan mandan nankor insonga aylanib qoldi. Bunda inson yo'qmi aramizda? Yetkichi bor. To'rtinchisi, minnatdorlik psixik nuqtadan aytgan vaqtda umidvorlikning manbasi, umidvorlikning bulug'i. Chunki minnatdorlik degan nima? Hayotdagi biz ko'rgan barliq yaxshiliklar va ko'zimiz ko'rmagan yaxshiliklarni izlab tepib, uningga tashakkurimizni ifodalash va uni qalbimizda muayyanlashtirish deganlik. Shundaqla minnatdorlik biz xos yo'qotgan, mahrum bo'lgan narsalarga emas bizning diqqatimizni, bizning qo'limizda bo'lgan, bizning ilkimizda bo'lgan ne'matlarga diqqatimizni tortib keladi. Chunki inson qanday narsa, bayamqi deganimizga o'xshash minnatdorlikdan yiroq narsa. Har doim samimizga selishga muhtoj. Har doim shunlashqa biz hozir qanday o'ylaymiz? Masalan biz muhojir bo'lib chiqdik. Chet elda, Turkiyada erishgan ne'matlarimizdan bakrak yo'qotgan mahrumliklarimiz bilan azoblanamiz. Vatanda mundaq pulimiz bo'tdi, vatanda mundaq mashinamiz bo'tdi, munda uyimiz bo'tdi, vatanda nayt boy o'tgan to'q, hozir namrat qoldik deb hozir ilkimizda bo'lgan nurg'un ne'matlarga diqqatimizni markazlashtirish u yoqda tutib, aksicha yo'qotgan narsaga diqqatimizni yig'ish orqali ko'z oldimizdagi ne'matni ko'rmaydigan bo'lib qolamiz. Men to'la deyman. Hozir masalan 5 vaqt namozda masjidga chiqa olganligimiz uchun masalan biz buni hozir ne'mat hisoblamaydik. Ne'mat hisoblamaymiz. Vatanda kishilar tutsa necha yil kesib o'tadigan kitoblar kitobxonlarda yetib turibdi. Takchilarda to'pib esib turibdi. Bu kitoblarni o'qiy olganligimizni biz hozir ne'mat hisoblamaydik, hisoblamaymiz. Bunda desak nəhayət ko'p narsalar var. Eng muhim bir narsa var dunyoda. Erkinlik. Belki biz hozir erkinlikdan iborat ne'matga chet elga chiqib, texmi qadriga yetganimiz. Ammo biz chet elda namratlik va egirchilik haqidagi qaqishimiz o qadar yuqori bo'lib ketadiki, ammo erkinlikdan iborat bu ne'matni unutib qoldikmi? Qoldik. Men hech kim masalan hozir biraydan haqiqatan bizning mushunda erkinligimiz va Allohga shukr deb duoyimizni esimiz kelmaydi. Mush erkinlikni berganligi uchun duoyimizni esimiz kelmaydi. Bu minnatdorlik bir xil pozitsiya. Mesela oddiy bir misal. Bu biraz egriroq misal bo'lishi mumkin. Bir qatlash hodisasi bo'ldi. Bu qatlash hodisasida mashinaning keyinda endi Alloh saqlasin bir aylarning 3 bolasi var. Bu qatlash hodisasida bir bolasi tugab ketib qoldi. Endi bu o'xshash bu ishga nisbatan bir odam bunda pozitsiyada bo'lishi mumkin. Xudo, bir bolasi o'lib ketganligi uchun albatta azoblanadi. Shuning bilan u Allohga isyon qilishi mumkin. Ey Allah, uni olib ketishim, meni olib ketsang bo'lmasmi? Bu kichikgina narasidi bolam, hech qanday sana gunoh qilmagan tursa, nurg'un eski insonlar tursa dunyoda, nima uchun ular o'lmay bu xafalık mening beshimga keladi deb Allohga isyon qilishi, hatto shu vaqtning o'zida kufrlikka elib boradigan nurg'un gap so'zlarni qilib tashlashi mumkin. Agar bir odamning qalbida minnatdorlik bo'lsa, u qanday o'ylashi mumkin? To'g'ri. Allah bir balamni olib ketdi. Ammo Allohga shukriki, ya'ni 2 balam hayot. Men hayot. Allah hech yo'qmasa 2 balamni men bilan hamroh qilib qoldirdi deb yana bu yerda shukr qiladigan bir ishni topalaydi. Va bu ish, ya'ni bu minnatdorlik umidvorlikqa olib boradi insonni. Buningdan keyin yo'qotgan narsasining zarbasi bilan necha yil o'zini yo'qotib qo'yishdan burun hech yo'qmasa garchi oningdan mahrum bo'lgan bo'lsam-mi, ey Alloh, ammo sen menga yana ma narsani berding. Yine o'xshash misol. Bir motosikletda bir qazoga uchirdik, bir putimizdan ayirib qoldik deyli. Biz balkim o'xshashlar shunday hissiyatda bo'lishimiz mumkin. Bu bir putimdan ayirib qoldim deb kufrlik qilish ehtimolimiz bormi? Bor. Ammo o'xshashlar hanim bo'lsin, ey Alloh, bir putimni bo'lsin qoldirib qo'yapsa deb Allohga tashakkurmi ayta olamizmi? Ayta olamiz. Mushunda tashakkur ayta olgandan keyingi ömrümü xushalroq o'tadi. Ammo mahrumlikqa chaplashib qolganlarning, uningdan kallasi olinmaganlarning keyingi ömrümü azob uqubat bilan doim shu azobni ko'chalash bilan Allohga isyon qilish bilan o'tadi. Albatta men bu yerda mahrumlikdan faqat azoblanmang demoqchi emas. Ammo mahrumlik ichidanmi tashakkur aytadigan nuqtalarni izlang demoqchi. Mana mushunda bir pozitsiya bo'lgan vaqtda biz umidimizni yo'qotmaymiz. Diqqat qilib qo'yadigan bo'lsak, biz hayotda minnatdorlik bildira oladigan, tashakkur ayta oladigan ishlar dal bizni umidga boshlay oladigan ishlar. Shunlashqa hayotda tashakkur aytmak, minnatdorlikni bildirmek, nuqul boshqalardan yaxshilik ko'rgan vaqtda qiladigan ish emas. Balki hayotimizda va qo'limizda mavjud bo'lgan barliq ne'matni aqli eslab turib, ya'ni o'zimiz eslatib turib, yo'q, sening qo'lingda endi oningdan ayrilganing bilan
mavi nimetlerimi bana dep durup şükür etişini biliş deganlik. Beşincisi hamdi, hozirgi zaman psixologiyasidan ait muhim bir tema bu. İngilizce gratitude deydi. Yani yoki being grateful. Bunun ma'nosi nima? Minnatdor bo'lish degan. Bu shu nurg'un psixik kasalliklarni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan usullarning biri shu odamdagi shu yo'qolib ketgan shu minnatdorlik tuyg'usini tirildirish va asliga keltirish bilan davolaydi. Chunki nurg'un psixik jihatdan tushkunlikka giribdor bo'lgan, hayotini butunlay qop-qorong'u deb qaraydigan yoki hayotida yo'qotgan mahrumliklari o adamning hayotida erishganlarini ko'rmaydigan darajada ko'zini to'sib olgan holatda anadagi bir odam nurg'un ig'ir dard alamga, tushkunlikka mubtalo bo'ldi. Hatto uni ig'ir bir travmani keltirib chiqarishi mumkin. Mesela hozir balki nurg'un Uyg'urlar dal shu yo'qotgan shu mahrumlik sababidan ig'ir bir psixik dishvorchilik ichida bo'lishi mumkin chet elda. Mana shuningda hozirgi psixologlar jiq ta'kidlaydigan va oson qilg'ili bo'ladigan usullarning biri shu odamning qalbiga minnatdorlik tuyg'usini selish va buni hatto konkret inchki mashqlar bor. Kitaplarda ko'rsanglar, mesela kunda minnatdorlik xotirasi tutish. Mesela har kuni siz eng oz ma'lum birovdan ko'rgan eng kichik yaxshilikni bo'lsa-mu xotirlang. Ya'ni bizni majburiy shaklda bizning hayotda ko'rgan yaxshiliklarimizni, ilkimizdagi imkoniyatlarni bizga majburiy eslatish orqali hayotimizning asli biz tasavvur qilgandek qop-qorong'u emasligini, atrofimizga dunyoning unda kulrang emasligini, ya'ni quyosh nurining ostida chiqayotganligini, hayotimizning ichida yana nur borligini samimizga selish orqali bizga bir chiqish yo'lini ko'rsatmoqchi. Shu orqali davolamoqchi. Bu bir davolashdagi bir yo'l. Mesela mush orqali jismoniy jihatdanmi, masalan, shu uyqusizlik, qon besimi yuqori bo'lish, uningdan boshqa endi nima? Biz besim deganni hozir turkcha emas, asli inglizcha stress deb ataydigan bo'ldik. Bu Turkiyada yashayotgan biz uchun bu kalima hozir Uyg'urchaga o'xshashli bilinadigan bo'ldi endi. Ya'ni Turkiyada stress ostida emas odam yo'qdekla his qilamiz va bu umumiy kayfiyat yashayotgan davlatdagi asta bizlarga yuqudi va ta'sir qiladi. Amaliyotda yuquqliq bo'lishi mumkin balki. Her daim bir xil besim ichida, her daim şu stresni his qilib yashaymiz. Mana shu vaqtda shu besimdan qutulishning qo'limizdan keladigan eng yengil, eng oson yo'llarining biri, hatto psixik doktorlarga murojaat qilmasdan, ularga maslahat solimi deb jafo mushaqqat tortmasdan, mavjud qo'limizdagi imkonlarimizni aqlimiz bilan mana kuzatsak, hatto qo'limizga qalam elib birdan yezib chiqsak, hayotimizning aslida biz o'ylagandek unda qorong'u emas ekanligini hakikaten his qila olamiz, ko'ra olamiz. Mana shu sababdan yuqorida Allah nozil qilgan oyatlarning nima uchun takror kelganligini endi tushunishimiz mumkin. Chunki bizning har doim tashakkur aytishdan yiroq bo'lib qolganligimiz. Shu sababdan Alloh bergan ne'matlarni eslamaydiganligimiz. Shu sababdan Allohning shu biz har kun iste'mol qilib qo'ygan ne'matni qayta sevimizga soldiganligining siri balki mushu yerda bo'lishi mumkin. Endi oxirida mening doimlik odatim bo'yicha endi qalbimizda bu, ya'ni bu minnatdorlikni qanday paydo qilamiz yoki minnatdorlikni qanday ifodalaymiz desak bo'ladi. Mashhur bir ulamo o'tgan islom tarixida Rag'ib Isfahoniy deydigan. Bu odamning islomiy atalg'ulini izohlagan mashhur bir kitobi bor. Shu kitobida shukrni, ya'ni minnatdorlikni mana 3 xil shaklda bo'ladi degan. Birisi qalbida tashakkur etmoq, ya'ni qalbida Allohga minnatdor bo'lmoq. Chunki bu tunji qadami. Allohning ne'matlarini eng avval qalbida his qilish, andan keyin uning tashqi dunyoga ifodalanishini keltirib chiqardi. Ikkinchisi tilida ifoda qilmoq. Ey Alloh, mushu ne'matlarni menga berding deb duoyimizda yoki tilimizda ifoda etmek. Shuni payg'ambarimiz eng ko'p qiladigan duolarning birisi nima? Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibodatik. Ya'ni ey Alloh, menga sana zikir qilishni, ya'ni seni zikir qilishni osonlashtirib bergin. Sana tashakkur aytishni osonlashtirib bergin. Shundaqli ibodatlaringni menga chiroyli ko'rsatib bergin. Nima uchun? Chunki dal yuqorqi 3 ish insonga ba'zi ig'ir keladi. Chunki doim tashakkur qilishni unutib qolamiz, doim Allohni zikr qilishni unutib qolamiz, ba'zi ibodatlar ig'ir keladi. Shuning uchun payg'ambarimiz ummatiga o'rgatib, har doim mushu duoni qilinglar, chunki ma'ish sizlarga ig'ir kelib qoladi deganni samimizga solmoqchi. Shunlashqa tilimizda shukr qilamiz. Shundaqla bu tilda shukr qilishning yana bir ifodasi Allah Qur'oni Karimda degani o'xshash.
Pervergarımızın bizge bergen nimetlerini başkalarına sözlep biriş. Fe emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Yani nimetlerini kalbimizde his kılıştan başka bu nimetlerini başkalarına sözlep biriş mi? Teşekkür etişinin nahayet mühim bir şekillerinin biri. Hem de ben üzemce cüret kılıp tötüncüsünü koşap koydum. Tötüncüsünü mü? Şükür kılışın tötüncü ifadesi mine karşımca. Allah bizge bergen nimetlerinin kadriga yetip bu nimetlerini yaxşılık yollarına işletiş ve bunun paydalanış. Bunu taşlap koymaslık, bunu israf kılmaslık. Mesela Allah sizge bir baylık verdi. İktisadınızına ait yaxşı. Siz bu iktisadınızda ya zakat vermediniz, ya ki sadaka vermediniz. Ama ettiğinin keşke duayınızda ya Allah benim şunda bayqılığına şükür edip bu şükrünü eğitiverginiz Allah'ın aldıda sahtipezlikten başka nersiniz. Çünkü siz iktisadi hakkını şeriyet belgeleyen, hakiki şekilde şükür kılışın ifadesi boğan zakat ve sadaka veren ifadeli mi turup, ma tilinizde kılgan mavi teşekkürünüz Allah'ın aldıda o hakiki teşekkür de kabul kılınmaydı. Yani Allah'a bergen şu iktisadi nimetini yaxşılık yolları işletiş, anındaki bu teşekkürünün bir hareketli ifadesi. Eğer onu ifadelemese, onu işletmese, işletişki tigişlik olan bir nimetni işletmese, onu yaxşılık yolları paydalanmasa, bu teşekkür etken, bu şükür kılgan bulmaydı. Xuddi okşaşla bir adamga Allah bir iktidar bergen buluşu mümkün. Mesela ona ait avazı çıraylık ve ahanglarına ait güzel çıkıdığan bir hafız buluşu mümkün. Yani ait yetişken bir alim buluşu mümkün. Eğer o alim, Allah bu ilimni bana bergenin şükür edip dua kılışını unutup kalmadı. Ama hayatında bu ilminin paydalanıp üzüge, ailesine ki insanlar hiç kadar menfaat yetkizmegen bolsa, bu Allah'a bergen ilmi hakkında hakiki teşekkür etken, minnettarlık ifadeligen bolmaydı. Şunlaşkı bu, hareketi bilen mi bunu ifadeleşi lazım. Bana menimce biz unutup kalıdığan teşekkür etişinin yeni bir mühim şekli buluşu mümkün. Ahırda Allah hemmimizni teşekkür etişini bilediğin, hiçbir zaman teşekkürünü her bir dakika, her bir minut hayatımızda unutup kalmaydıgan. Kalbimizde minnettarlık bilen toşkuzgan bir mümin bende buluşka Allah nasip kılsın.